Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'alaga maqtalar bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salatlar bolsun. Bugünkü günde din üçün, el üçün, ümmet üçün, ulut üçün, mekan üçün hizmet kılıp atkan her bir jaranlardan, her bir tuğanlardan Allah subhanahu wa ta'ala razı olsun. Hurmatlı cemaat, bugün 25 Mart 2026 yıl kasiyetli Kuşap ayılında turabız. Kuşap ayılında ушул бак тарапта мына пограничный ошол Некрасов, Пермай деген көчөлөрүбүз бар. Ошол жакта ошол бир тууганыбызга салынып аткан үйдүн аракетинде турабыз. Бул бир тууганыбыз бир 8 жыл 9 жыл наржай бер жагы чоң бир аварияга учурап бир жагы иштебей калып бүгүнкү күндө ушул акыбалга келип калды. Азыркы акыбалы негизи жакшы. Бир канча ай комада жатып ушул Айшенебиз бул баланы карап, жууп, тазалап, ак жедирип, ичирип ушул күнгө алып келди. Алхамдулилла. Emin bir tuğanlar başında erkek kişi yok. Bunu Ayşe'niz özün kolu menen, özünün meneti menen hareket kılıp, kurbançılık kılıp, özün yaşosunu bir çekeye koyup, uşu baldarım kögörüp kalsa eken, yaşap kalsa eken, baktılı olup kalsa eken dep, özünün vaktinin geçip uşu baldar üçün kızıl vakti otkan uçunu. Hurmatlı cemaat, bu Ayşe'niz buna geçen 3-4 ay oldu, bir balasını kavurga verdik. Былтыры 2024 daha bir balasını kavurga bergenmiz. Eki çoğun balası kaza olup kaldı. Allah Taala'nın hükmünden. Bugünkü günde bu ejede bağıcı hiç kim yok. Yani 3. balası bundan da ahvalda. Bu bala hiç tekege jarabayt. Bu baladağı az bir yaş bala siyaktı. Buga pampers takış gerek, götürüş gerek, çürüş gerek. Bundan keyin iki balası var. Al baldarıdağı yaş, anday mehnetke bundan da akça tava turgan dengelde emas. Bugünkü günde Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahim menen uşul Kuşap ayılı, Kuşap eli birimdiginde uşul üylördün bütün periştike hareket kılıp otarız. Bularga uşul berilgen üy. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerden canlarınızlarga uşulga sebep çıkıp, oşol özünüzlerden zeketinizler bolsa, üşürüңүздөр bola turgan bolsa, biz uşul aslan nomer koyabız. Biz atımız Muzaffarcan, Muzaffar T dep çıgat. Bizim nomerimiz 0220 63 73 43. Çalsaňızlar dagы bolot, baylansaňızlar dagы bolot. Özüňizler gelip görem deseňizler dagı bola berет. Gelip görüp jardam berip ketseňizler dagı bola berет. Karapayım men sizler menen kançalagan soğuk işlerdi kılıp atkan bolsak, bu yıl 2026 yıldağı daha bir tuğanımıza üy salışık hareket kılsak inşallah. Adım apasdağı özünüzden bir sürük koysanız videoga. Men şu yalnız boyunamın da şu bolam bilen nima kıldım, şu uylarni bitirib berishinglarni so'rayman da yordaminglar bo'lsa ayamaydi.
Hazır hurmatlı cemaat. Ayşenemiz bu video alıp çıqqanга biz özü xijolat bolip otabız. Birovni elga chiqib aqsha so'rashdan o'ta qiyin masala. Xudoga shukr, mana mamlakat boshchilarimiz, prezidentlarimiz, ayıl başçılar, ayıl hukumatlar işte ko'p ayıllarga ko'p elдің birimdigi menen ayıl hukumatlar birimdigi menen uylar salınıp otar. Qanchalagan mekemler qurilib otar, o'ta so'ng. Bu yılda o'sha bir tuğanımızga kishini harakat qilib qo'l qovushtirib yordam berib qo'ya turgan bo'lsak, dam bir uy bilan uyli bo'lib qola turgan bo'lsa, biz qirg'iz elimiz dag'dan o'sha o'sish yo'lining yo'lida bo'lamiz, xudo xolasa. Hurmatli jamoat. O'shanga kelingizlar, sizlar bilan birimlikda o'shuni harakat qilaylik, yordam qilib, o'sha boladagi o'shuni ahvolda bo'lsa daga, bu apamizdagi o'sha balani rohatini ko'rib, o'sha dunyoda qancha umr qolgan bo'lsa, rohatlanib, bola chaqasi bilan o'zining uyida, o'zining menchi uyida yashab qolishini Alloh taoladan mumkinlik so'rab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo barlig'ingizlarni topganingizlarga, den sog'lig'ingizlarga, umringizlarga, qilayotgan savdo sotiq ishlaringizlarga, dehqonchiliklaringizga baraka bersin. Sizlar bizga yordam beringizlar. O'sha ishlarni bitib biz o'sha sizlarga bo'layotgan ishdan o'tir o'sha отчетlarni chiqarib sizlarga xabar berib turamiz. Alloh subhanahu va taolo barlig'imizni yaxshilikda yo'lishtirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, amansizlarmi? 25 mart 2026 yil Alloh subhanahu va taoloning hukmi bilan Ziyadin bir tuğanımızga uyini harakat qilib o'tamiz, hurmatli jamoat. Bu bola bir 7-8 yildan beri o'sha qattiq bir o'ruga chalinib qolib, o'sha menen tura olmay o'tirgan avval bu bir tuğanımız manda bo'lib bir putu taqir ishtemay pay tortib qotib qolgan ahvol. Apasi Ayşenemiz o'shunday 2 yilda 2 bolani qo'yib, bu yil shu bola bilan shunday alik bo'lib qoldi o'zgacha. Daha ne 2 cho'ng bolasi bor, ular qaytish bo'lib qoldi. Allohning hukmi bilan hozir shu bir tuğanımızga o'sha yerga uy solishimiz kerak. O'sha yerda Xudoy bergan o'sha bir uyimiz bor, shu uyda bitirishga harakat qilamiz inshaalloh. Allah subhanahu va taoloni rahmatiga mana o'sha uy, bu uyda azami bitirib, tegereklerini to'sib, bu uyda o'sha jaraqtu yashay turgan qilib berishimiz kerak bir tuğanlar. Bu yerda bir qancha ishlarimiz bor hozir. Shuva peshqaramlarni qo'yib, aktab kraskalab, mana chorniy patologlarni ham belgilanib qolib, tamdalik qiyshiqcha bo'lgan ekan. Tegereklerini bu yoqlarda to'sib, bir darvozani qo'yib, yo'lni ochib berib qo'ysak, xudo xolasa, Alloh taolaning hukmi bilan xudo xolasa bu bir tuğanımızga o'zini yashashni olib boraveradi. Qirg'iz elimiz har doim qaydigar bo'lgan emas. Har doim yordam berib kelgan el biz, hech qachon hech kimni tashlab qo'ygan emas biz. Bu tuğanlar bu safardaga shunday qilib qo'ldan qo'l qavush qilib, kimning zakati bo'lsa, kimning ushuri bo'lsa, berib harakat qila turgan bo'lsa, xudo xolasa, o'sha uylar bitib qoladi inshaalloh. Uludin deyirlik, o'z ishlari ko'p bitib qolgan bu yilsa, xudo xolasa. Azimla, yema 5-6 yil bo'lib bu uylar salonlardan tashlamalar ham kichkina hiyli qolgan ekan. Biroq men shunda bo'lsa dağı qo'ldan kelishincha harakat qilaylik, sebebi uy yo'q bir tuğanlar, uy yo'q. Hozir kvartirada o'tirishadi bu bir tuğanlarimiz.